To'rtinchisi, Marjonning eng asosiy hisobotlari bu GPS monitoring va heatmap teplakarta sanaladi. GPS tracking. Har bir mashinamizda GPS tracker o'rnatilgan va ular uzatayotgan ma'lumotlar Marjon platformasi orqali mijozga, ya'ni reklama beruvchiga taqdim qilinadi. Reklama beruvchi shaxsiy kabinet orqali o'ziga biriktirilgan har bitta mashinaning onlayn tarzda qayerda turganini, bugun qancha harakatlanganini, o'tgan haftada, o'tgan oyda qancha yurganini bemalol kuzatib, hisobotlarni raqamda ola oladi va bir kunda nechta kontakt bo'layotganini ham o'lchash mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, bizda yangi bir hisobot bor. Bu teplakarta, reklamani ko'rsatilish issiqlik xaritasi. Bu nima hisobot? Bu hisobotda mijoz o'zining reklamasi qaysi lokatsiyalarda ko'proq ko'rsatilayotganini maxsus hisobot orqali ko'ra oladi. Bu ajoyib hisobot bo'lib, bundan faqatgina Marjon mijozlari foydalanishlari mumkin.